Yar Muhammed Hayrat Doğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldida Nurjamal. 5. Aql Farasat Tərbiyəsi. Aqlliq uqar ol, bilimlik bilur. Bilimlik aqlliq tilak yetur. Yusuf Xas Hacib. Aldınғы babda farzandlarning aql bulğun etishning dastlabki asoslari to'g'risida qisqacha eskartma berildi. Bu mavzuda biz ta'lim tarbiya shakli orqali aqlning rolini qanday joriy qildirg'ul bo'ldi, aql bilan o'qishning qanday munosabati bor, bu munosabat ota-onalar qanday tushunishi va farzandlarga qanday uqtirish kerak degan masalalar ustida qisqacha tushuncha berish bilan kifoyalanamiz. Yusuf Xas Hacib aql tabiiy bo'ldi, uni o'rgangil bo'lmaydi degan. Bu aql vujud uyidagi chiroq, insonga ato qilingan tabiiy boyliq. Bu chiroqni faqat bilish orqali yo'ritqil bo'ldi deb tushundirgan. Yana bir qism olimlar aqlni ikki xilga ayirgan. Biri butun aql, yana biri kamtuk aql. Butun aqlni sahar chiqqan quyoshga, kamtuk aqlni pilillab ko'ringan yulduzga o'xshatgan. To'shqan aqlni daryodagi suvga, kamtuk aqlni bir qatra suvga solishtirgan. Yaxshi oila tarbiyasi aql binosining uli yoki aql bulg'ining manbasi. Maktab tarbiyasi va turmush tajribasi aqlni takomillashtiruvchi vosita. Buning qaysi taraf ojiz bo'lib qolgan bo'lsa, aql chirig'i quyoshdek yurishdan mahrum bo'ldi. Maktab tarbiyasi bir mezgillik, turmush tajribasi mangulik bo'ldi. Farzandlarda aqlning takomillashishi maktabda o'rgangan bilimlar orqali keyingi ravoji turmush amaliyot orqali bo'ldi. Unda bo'lsa farzandlarning keyingi aqliy kamolati uchun oila tarbiyasi qaysi tarafda rol o'ynay oladi? Aqlni hargizmi farzandlarga bilimni o'rganishga ishtirok qilgandek o'rgatgil bo'lgan narsa emas. Lekin insoniyat o'zlarining turmush tajribalari orqali his qilgan, yakunlagan barliq qonuniyatlar aqlning mevasi hisoblandi. Bundaq aql mevasidan yetarlik oziqlanish yangi aql boyligini barliqqa keltirdi. Masalan, yerga urug' chetish orqali ne'matlarga erishish mumkinligi insonlarning bilishi bilan aqliy kuchining yo'g'rilmasidan his qilingan mo'jiza. Qadimgi Uyg'urlarda bir tanishman bo'ldi ekan. U doim shaharda, rastalarda, yezi qishloqlar aylanib yurib kishilarga "Hay Uyg'ur, yog'och kessang uzun kes, tumirni kessang qisqa kes" deganga o'xshash bilishdan va tajribadan o'tgan hikmatlarni o'rgatadi ekan. Biz buni amaliyotda aql o'rgatish deymiz. Aql aqlni topadi, aqldan aql tug'iladi. Şoň ata-onalar farzandlarga oldi bilan aqlning rolini joriy qildirishda bilimning qanchalik rol o'ynaydiganligi to'g'risida tushuncha berishi, ondan aqlli odam bilan aqlsiz odamning yashashdagi farq haqida selishtirma qilib berishi, eng muhimi ularni aql bilan ish qilishning turmushdagi ifodalarini tushunish fursatiga ega qilish kerak. Nasihatdan namuna: Balam, odamning hayvondan farqlanib turadigan birdan-bir alohidaligining nima ekanligini bilamsan? Odam faqat aql muqaddasligi bilan dunyodagi barliq mavjudotlardan mohiyatli holda farqlanib turadi. Aql degan insonga berilgan eng qimmatli boyliq. Bu bizga ato qilingan tangdasiz kuch va nur. Odamda aql muqaddasligi bo'lmaganda edi, ikki putliq hayvondan farq qilmas edi. Odam har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uni bilim bilan boshlaydi. Lekin uningga aql bilan qo'mondonlik qildi. Chunki bilim aql ato qilgan bilan navbat kelganda, aqlning boshqarishini qabul qildi. Aql bilan qilgan ish buzilmasdir. Aql kishiga aql yutadi. Aql yana aqlga yo'l boshchi bo'ldi. Ko'ngil bo'lmasa, ko'zmi tam teshikka o'xshash rolini yo'qotgandek, aql bo'lmasmi, ko'ngilmi o'z rolini yo'qotadi. Ko'zingni ko'ngil boshqarsa, ko'ngilni aql boshqaradi. Aql degan butun vujudingning, barliq harakat faoliyatlaringning qo'mondonligini o'taydi. Qo'mondon yaramliq bo'lsa, har qanday ishda muvaffaqiyat darvozasi sen uchun har doim ochiq bo'ldi. Agar qo'mondon yaramsiz bo'lsa, u hissiyotingning, ko'nglingning va nafsingning eziqtirishini qabul qildida sana hargiz maqsad didorini ko'rsatmaydi. Ko'nalar aqlli odamni tirik hisoblasa, aqlsiz odamni o'lik hisoblagan. Shunga balam, o'zingga ato qilingan aqldan iborat muqaddas boyliqdan foydalana olmasang, hayotingdanmi to'g'ri foydalana olmaysan. Aql degan ko'zi yo'qqa ko'z, tili yo'qqa til, o'lik tanga jon baxsh etadi emasmi? Shuncha qimmatli boyliqdan joyida foydalana olmaslik, shuncha nurliq mash'alni yoritmay, qorong'u zulmatga patirib qo'yish haqiqatan odamning eng chong jinoyati bo'lmamdi? Asldan olganda dunyodagi har qanday mahrumlikdan ko'ra aql boyligini nobud qilishdan ortiq mahrumlik bo'lmaydi. Balam, aql mundaq 3 ishdan nobud bo'lib ketadi. Birinchi, aqlni yomon eski ishlar qilishga, qo'lliq, shumlik qilishga ishlatish orqali u nobud bo'ldi. Bu xuddi qimmatli go'harni toshga urgan bilan o'xshash aqlsizlik. Aql degan insonga yomon ishlarni qilish uchun emas, balki yaxshi, xosiyatli ishlarni qilish uchun berilgan. Ikkinchi, aqlni nafsning ilkiga tutib berish
aqlni bulg'aydigan eng yomon kushandidir. 3. Xuddi pichoqni bilab turmasa gallashib qolganga o'xshash, aqlning bilish va fikr qilish. Harakatmi fikr qilish bilan bo'ldi. Fikr qilish, izlanish va ilm ma'rifatning yuritishidan mahrum qolgan aql quruq qapoq o'xshab qoldi. Sen uchun 1 soatlik fikr qilish va harakat 1 soatlik tushuntirishdan ko'proq narsa berdi. Balam, har qachon harakatdan fikr qilishdan to'xtab qolmag'aysan. Har qanday qudratli kuchmo sening mustaqil fikr qilish, mustaqil tafakkur qilish huquqingga daxli ta'ruz yetkazolmaydi. Fikrda va ruhdami erkin bo'lolmasang, hech qanday erkin qo'lingda bo'lmaydi. Boshqalarning aqli o'ziga tan, o'zingning aqli garchi oz bo'lsa-mu o'zingga tan. Boshqalarning aqli bilan qilgan ishdan hech qanday cho'ng ishlarni vujudga chiqara olmaysan. Har qanday narsani oriyat olg'il bo'lgan bilan, aql bilan bilimni oriyat olg'il bo'lmaydi. Shunga o'zingning aqli bilan yashashni o'rgangin. Har qanday ishga duch kelganda aqlni adil, hokim va komil maslahatchi bilib, ko'proq o'ylab ish qilish kerak. Aql muqaddasligi sening eng qiyin ahvollardan o'ngishli qutulib chiqishingga yo'lboshchi va maslahatchi bo'ldi. Aqlsizlik seni har qadamda falokat va ofat bilan halok qilish payda bo'ldi. Men sana bu xususda mukammal aql, yarim aql, aqlsiz johil 3 biliqning hikoyasini aytib beray. 3 biliqning hikoyasi. Yo'ldan chat bir joyda bir ko'l bor ekan. Yo'ldan yiroq bo'lganlikdan kishilarning ko'zi bu ko'lga ancha tushmaydi ekan. Bu ko'lda 3 biliq bor bo'lib, ularning cho'ngligi va semizligi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu 3 biliqning biri mukammal aql, yana biri yarim aql, uchinchisi aqlsiz johil ekan. Bir yil bahor mezgilida bu ko'ldagi biliqlar 2-3 biliqchining nazarini tortibdi. Ular bu ko'lda biliq borligini bilib o'zaro so'zlashib, atsi to'r olib kelib biliqlarni tutmoqchi bo'lib va'dalashib o'ylari qaytishibdi. Biliqlar bu ofat xabaridan voqif bo'lib, ko'l ichida hasrat va g'am o'ti bilan kuyishga boshlabdi. Kech kiribdi. Yiliqi mukammal aql vahimadan hushyorroq biliq jafokor zamonning kulfatlari va 200 falakning mushaqqatlarini ko'p ko'rib, nurg'un tajriba hosil qilg'achqa, ovchilarning to'ridan qutulishning payi tushibdi. Donalar har ishga qadam qo'ysa, ish binosining ulini mahkam soladi. Aqlsizlar salgan ish binosi o'zini halok qildi emasmi? Mukammal aql qarasa, ko'lning bir eriqi bor bo'lib, eriq orqali kelgan suv daryoga yenishma bo'lib turgan ekan. Qolgan 2 biliq parishonlik va iztirob bilan o'zini qirg'oqlarga urib turaveribdi. Mukammal aql eriq orqali daryoga ketib jinini qutuldiribdi. Tang atqanda ovchilar kelib yiliqi eriqni ching bog'labapti. Yarim aqlning biroz aqli o'shi bo'lsa-mu, tajriba ko'rmagan bo'lg'achqa, bu ahvolni ko'rib fursatni qo'ldan berib qo'yganlik uchun ko'p pushaymayapti va o'z-o'ziga: "Va darixa, g'ablab qaptiman, g'abillarning ishi mana shundoq bo'ldi ekanda. Menmi mukammal aqldek balo kelishdan burun o'z g'amimni yegan bo'lsam, bu balo to'ridan qutulib ketmasmidim? Aqllarning tadbirini ishdan burun qilmoq lozim. Ish o'tib ketgandan keyin hasrat nadomat qilch foyda qilmaydi. Degini rostkan emasmi?" debdi. U yana aqlni ishga silib mundaq fikr yurgizibdi. Garchi fursatni o'tkazayotgan bo'lsam-mu, lekin hili mikr uchun yana bir fursat bor-ku. Balo kelganda tadbirmi ora turolmaydi, jilgan bo'lsa-mu, aql kishi o'z idrokining manfaatidan hech vaqt noumid bo'lmaslik kerak va dushmanning yomonligidan mudofaa ko'rishdan hargiz ta'xir qilib qarab turmaslik kerak. U shularni xiyol qilibdi-da, o'zini o'lganda qilib ko'rsatib, qo'rsqini osmonga qilib, eriqning bog'langan yeriga yaqin berib turibdi. Biliqchidan biri uni ko'rib, "O'lgan biliq o'xshaydi" deb qo'liga ilib qirg'oqqa tashlabdi. Biliq 2 ig'nabla o'zini eriqqa tashlab, jinini sog' salomat qutqizib daryoga beribdi. Ammo g'aflatga patgan aqlsiz johil hayron va sarsonlik bilan o'ng va so'l tarafga qochib mo'kib yiqibdi, tipirlab yuqori-tuvan cho'kib yurgan bo'lsa-mu, oxir hech foyda bermay biliqchilarning to'riga tushib qopti. Yuqorqi hikoyadan qiyos qilganki, kim ishning oxirisini ko'zlamaydi ekan, u odamning ko'zi ko'rmas, aqli ishlamas deyish kerak. Aqlli odamlar o'tib ketgan va o'rniga kelmaydigan ishlar uchun faryod chekmaydi. Kelgusi ishlar uchun tadbir izlaydi. Aqlsiz odam tunugun uchun faryod chekib, bugungi fursatni qo'ldan berib qo'ydi. Balam, men sana aqlliq va aqlsizlikning alomatlaridan bir qancha kalima so'zlab beray. Ibrat olg'aysan. Aqlli odam har qanday ishni qilishda 7 o'lchab bir kesidi. Aqlsiz odam bir ishni 7 qatim ishlaydi. Birər ishni utuqluq qilishning o'lchimi qanday ish qilayotganligida emas, balki shu ishning qanday qilinganligiga bog'liq. Birər ishni utuqluq qilishning o'lchimi qanday ish qilayotganligida emas, balki shu ishning qanday qilinganligiga bog'liq. Aqlli odam o'zi qilgan ishlar avlodlarga ochiq saboq bo'lishdan ilgari
Burunqilarning tajriba savoqlaridan ibrat oldi. Bir qatim sinalgan tajribadan o'tgan ochiq savoqni qayta o'ziga sinaq qilish eng cho'ng aqlsizlik balam. Aql odamning yana bir nishoni. Dushmanga hargiz rahim shafqat qilmaydi. Aqlsiz odam arzimagan ish uchun do'stini dushmanga aylantirib oladi. Aql egasi hushyorlik bilan ko'zini ochib atrofiga, o'ng so'lga farosat bilan beqib yashaydi. Aqlsiz odam g'ofillik bilan o'zini nobud qildi. Aqlli odam tama bilan bosmoqdagi donga o'zini urmaydi. Donga o'zini urgan ekan aqlli hisoblanmaydi. Hukmronlar 3 xil kishi hikmat davosidan yiroq, aql yo'lidan tashqaridir degan. Buning birinchisi o'zining kuch-qudratiga ishonib har qanday balo kelsa qarshi ketaveradiganlar. Ikkinchisi taom va sharobning o'zi yetarlik miqdorini bilmaydiganlar va maydasining hazm qilishiga ojiz kelishini, haddidan ortiq sharobning o'zining jiniga ikak silish ekanligini bilmay ichaveradigan, yeyveradiganlar. Shubhisizki, undaq kishilar o'z jinining dushmanidir. Uchinchi, adovat ahlining so'ziga mag'rur bo'lib, ularning xushomatlariga aldanganlar. Bunday kishining ishi oxiri hasrat, nadomat va pushaymon keltirdi. Balam, aqlli odam boshqalarning xushalliqi va muvaffaqiyatlari uchun xushal bo'la oladi. Aqlsiz odam bo'lsa hasad o'tida kuyib o'zini o'rtaydi. Aqlli odam do'st dushmanni farqlantirib muomala qildi. Aqlsiz odam do'stining oxirtib aytgan samimiy so'zidan og'rinib, uni dushman tutadi. Dushmanning quruq maqtab uchirishiga g'ul bo'lib, o'zini chaqlamay uchidi. Tushishni bilmaydi. Aqlli odamga nisbatan har bir kun yangi bir hayotlikdir. Aqlsiz odam uchun butun hayoti eriqda oqqan loy suvdek ma'nisiz va ahamiyatsizdir. Aqlli odam leyg'onni suzildirdi. Buzilganni o'ngshaydi, tugunlarni yeshalaydi. U hargiz aldiraqsanlik bilan ish tutmaydi. Butun ishga chora bilan muvofiq payt topadi. Aql har ishni o'ng qiladi, ta'tir qilmaydi. Balam, aql bilan aqlsizlik to'g'risidagi yuqorqi alomatlarni anglading. Bu dunyoda aql bilan yashashni, dunyoni aql bilan kuzatishni o'rgangin. Aqlni ilm bilan nurlantirgin. Biroq balam, o'qigan bilanla aqlli, farosatli bo'lib ketgan bo'lmaydi. Turmishda xili ko'p yuqori ma'lumotli, bilimli odamlar bor. Lekin ularning hammasini aqlli degil bo'lmaydi. Bir qism odamlar garchi to'liq o'qiy olmagan bo'lsa-mu, nayt aqlli va farosatli. Buning sababi shuki, aqlning ko'pragini amaliyotdan, tajriba va fikr qilishdan olgan bo'ldi. Bilimli bo'lib, aqliy tarbiyalanishi tuvan bo'lsa, xalqliq paytlarda yanada aqlsizlikni oshkorlab qo'ydi. Balam, esingda bo'lsinki, aqlingdan ozmasanglar, har qanday ezitquning qo'lidan qutulib chiqa olaysan. Aqlni o'g'irlaydigan eng yomon ezitqu aldirang'uliq va g'azab. Uyg'urlarda odam g'azablanganda aqldan ozadi degan gap bor. Haddidan ortiq g'am qayg'umu tafakkurimizni to'sib, tadbir ixtiyorimizga kishan soldi. Zehnimizni terixdek chachidi. Shunga har ishni qilganda tamkin bo'l, qiziqqanlikni qo'y. Aqling o'zing bilan birga bo'lsin, balam. 5-bob. Adab axloq tarbiyasi. Fazilatli kishi go'harga o'xshaydi. Fazilatsiz kishi o'tik ichidagi petakka o'xshaydi. Qadimgi Uyg'ur she'rlaridan. Farzandlarga berilgan adab axloq tarbiyasi oila ustiga elishga tegishli ta'lim-tarbiya mazmunining eng muhim salmoqini egallaydi. Uyg'ur jamiyatida farzandlarning tarbiya ko'rgan yoki tarbiya ko'rmaganligini o'lchashda, bilimli yoki bilimsiz bo'lishidanmi ko'ra, axloq fazilat jihatdagi talabni yuqoriroq o'rin qo'ydi. Chunki kishilik munosabat jarayonida eng ro'shan va gavdali ifodalanib turdig'ini har bir odamning fazilati. Hozirgi jamiyatda kishilar fazilatli bolalarning, fazilatsiz bolalarning mas'uliyatini oila bilan maktabga yuklaydi. Fazilatli bolalar uchun ota-onalar bilan muallimga rahmat aytsa, fazilatsiz bolalar uchun ota-onalar va maktabdan og'irnishidi. Adab axloq tarbiyasi faqat tarbiyalashga bog'liq. Adab axloq jihatda yaxshi tarbiya ko'rgan bolalar qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqar degandek umrlik go'zallik libosini kiydi. Buning uchun buning oldingi sharti kichik chog'dan tartibla farzandlarni adabga o'rgatish, ularda fazilat yetildirish kerak. Ota-onalar bolalarning har bir ish-harakati, har bir so'ziga diqqat qilishi, har bir ishga to'g'ri kelganda to'g'ri tarbiya berib turish lozim. Adab axloq tarbiyasining mazmuni intayin keng. U odamning barliq harakat faoliyatlari va o'y-xayollarida ifodalanib turdi. Biz bu bobda kishilik munosabat jihat ifodalangan bir qism adab axloq masalalari ustida maslahat berish bilan kifoyalanamiz. Birinchi qism yaxshilik qilish, yomonlik qilmaslik tarbiyasi. Yaxshilik qila olmasang, yomonlik qilma. Yaxshilikni bilmasang, yaxshilarga qo'shil. Alchir Navoiy. Farzandlarga, kishilarga yaxshilik qilishni o'rgatish, yomonlik qilishning ziynini tushuntirish fazilat tarbiyasining yadrosi hisoblandi. Uyg'urlarda yaxshilik qilsangmi o'zingga qilasan, yomonlik qilsam o'zingga qilasan degan aqida bor. Bu uzun yillik turmush amaliyotida yakunlangan tajriba. Farzandlarda kishilarga yaxshilik qilish xislati qanday shakllandi?
Birinchi, farzandlarga kichikdan boshlab mehribonlik, boshqalarga kuyinish, kishilarni so'yish tarbiyasi elib berish kerak. Ular yaxshilik qilish odamiylikning muhim belgisi ekanligini tushunsin. Ularni saboqdashlar qiyinchilik yo'liqqanda ularga aktivlik bilan yordam qilishga ilhomlantiring. Ikkinchi, farzandlar shaxsiyatchi, manfaatparast bo'lib qolmasin. Faqat o'zini o'ylaydigan odamlar boshqalarga yaxshilik qilishni ravo ko'rmaydi. Uchinchi, yaxshilik qilishda ota-onalar o'z ulgu bo'lishi, ta'sir orqali yaxshilik qilishning qadr-qimmatini his qildirish lozim. To'rtinchi, farzandlarning yaxshi ish harakatlariga ilhom berish, ularni qo'llash kerak. Hargiz haq bilan nima ko'ring, uning bolasiga nimishga yordam qilading, u san qanchalik yaxshilik qilgan degandek so'zlar bilan farzandlarning sog'lom, oliyjanob ruhiga hargiz sovuq so'z etmaslik kerak. Hatto sizlar aski deb qaraydigan va sizlar uchun dushman deb tunilgan bir odamga yordam qilgan bo'lsa-mu, obdan qilsan balam deyish sizlarning yaxshi fazilatli ota-ona ekanliklarini ifodalaydi. Shundala farzandlarimiz yaxshilikning xosiyatini haqiqiy his qila oladi. Nasihatda namuna. Balam, yaxshi odam bo'lishga tirishqin. Yaxshi bola bo'lishning eng muhim o'lchamining nima ekanligini bilamsan? Qanday bolaning yomon aski sanadiganligini uqamsan? Shuni bilginki, boshqalarga yaxshilik qiladigan, yaxshilik qilishni o'ylaydigan, boshqalarga yordam berishni xushalliq deb biladigan, boshqalarga yaxshilik qilishni tavsiya qiladigan bola yaxshi, axloqli, aqlli bola sanaladi. Boshqalarga yomonlik qiladigan, yomonlikni ko'zlaydigan, yomonlik qilishni o'ylaydigan bola aski, yomon, aqlsiz, fazilatsiz bola deb qaraladi. Odam bu dunyoga yaxshilik qilish uchun kelgan. Hargizmi yomonlik qilish uchun kelgan emas. Yaxshilik qilish uchun, yomonlikdan qo'l uzish uchun nimaning va qanday qilishning yaxshi ish, qanday qilishning yomon ish ekanligini bilishing lozim. Yaxshilik qilishning yomonlik qilishning darajasi bo'ldi. Bir qism yomonliklar bor. Uning yomon ish ekanligini bilmay qilib qolsang, u yomonlik hisoblanmaydi. Keyin unda ishni qilmasang, sen yaxshi odam bo'lasan. Agar bilib turib yomon ish qilsang, aqlsiz, eski bola bo'lib qolasan. Balam, boshqalarning yomon gapini qilma. Boshqalarning narsalarini elib olma. Kollektivning narsalari bo'lsin, shaxsiylarning narsalari bo'lsin, o'zingning narsalaridek bilib asra. Boshqalarga tosh chalma atadigan, kishilarning ichki darajalarga tosh atadigan ishlarni qilib salma. O'zingning kichiklarni bo'za qilib urishsang bo'lmaydi. Ojizlarni boshqalar bo'za qilgan bo'lsa, ojizlarga yordam bersang, yaxshilik qilgan bo'lsan. Yomon odamlar boshqalarga ziyonkashlik qilayotgan bo'lsa, jur'atli holda yomon odamlarga qarshi turish yoki soqchiga ma'lum qilishmi, yaxshi ish qilganliging bo'ldi. Boshqalarning yomon ish qilayotganligini ko'rib turib ko'ring bo'lmasa, yomonlarga yantayoq bo'lgan bo'lsan balam. Xeyri odamlarga, ojiz kishilarga yordamlashib, ishlarni qilishib bergin. Yaxshi so'z, yaxshi harakat, yaxshi o'y-xayollarning hammasi yaxshilik bo'ldi. Yomon ish, yomon so'z va yomon xayollarning hammasi yomon bo'ldi. Alisher Navoiy buvimiz shunday degan balam, yaxshilik qila olmasangmi, yomonlik qilma. Yomonlik qilmaganliging yaxshilik qilgancha bor degan. Farzandlar sal quramiga yetib qolganda talabni texmo qattiqroq qo'yishga to'g'ri keldi. Bu chog'da ularning mijoz xarakteri texmo ro'shanlashadi. Jamiyat bilan bo'lgan munosabatlari quyuqlashadi. Bu to'g'risida keyingi boblarda yana konkret to'xtalamiz. Uyg'urlar farzand tarbiyasi nomli kitobning 4-bobining 5-qism va 5-bobining 1-qism mazmunlari o'qib tugatildi. Davomli huzurlar bo'ldi.